Bu videoni ko'ryapsiz, demak telefoningiz qotyapti yoki telefoningizni optimizatsiya qilib, o'yiningizni yana ham yaxshilamoqchisiz. Keling, birinchi navbatda optimizatsiya qilishdan oldin o'zi optimizatsiya nima va qanaqadir faylni telefonimizga o'rnasak, o'z-o'zidan telefonimiz qotmay qoladi va o'yinimiz yaxshilanib ketish sababini bilib olamiz. Audio Jungle. Buni tushunish uchun men odam, ya'ni o'zimni misolimda tushuntirib beraman. Masalan, men ertalab uyg'ondim va yuz qo'limni yuvib oshxonaga kirsam, oshxonada ovqat yo'q, ya'ni tayyorlashmagan. O'zim nimadir tayyorlab, qornimni to'yg'azishim kerak. Nimadir tayyorlashga erindimda o'zimni xonamga kirdim. Yangi videoni montajni qilishim kerak deb kompyuterga o'tirdim. Qarasam, xonamni gradusi 40 gradusdan issiq. Bu yoqda ukam telefonning ovozini baland qilib muzika eshitib o'tiribdi. Va tabiiyki men montajni maza qilib bir kreativni montaj chiqara olmayman. Qilishim mumkin, qandaydir kadrlarni o'zini taxlab bir oddiy montaj chiqarishim mumkin, lekin zo'r, cho'tki o'zim xohlagandek qilib montaj qila olmayman. Nima uchun? Chunki chalg'ituvchi narsalar yetarlicha. Masalan, qornim och, pastianli miyamga berib turibdi oshqozonim. Buni qorni och, nimadir yeb olish kerak deb signal kelib turibdi oshqozondan. Bu yoqda xona issiq, qanaqadir 40 gradus issiq uji yoqmaydi masalan. Ukam esa muzika baland qilib eshitib o'tiribdi. Men yaxshi, kreativni zo'r montaj qilishim uchun bu chalg'ituvchi narsalarni olib tashlashim kerak. Ya'ni borib oshxonaga nimadir yeb, qornini to'yg'azish kerak, shunda oshqozonim miyamga signal bermaydi. Qorni och, nimadir yeb olish kerak deb. Xonamning haroratini normallashtirishim uchun ventilyator yoki konditsionerni yoqib qo'yishim kerak. Ukam esa narigi xonaga, ukajonim darsini narigi xonada qilib tur deb chiqarib yuborishim kerak. Va bor fokusimni montajga qaratib, Connect Mobile obunachilari uchun, ya'ni siz uchun shunday foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etaman. Va bu hozirgi qilgan ishim optimizatsiya deyiladi. O'zbekchasiga tarjima qilsak, optimallashtirish. Ishimni optimallashtiraman. Chalg'ituvchi narsalarni hammasini olib tashlayman, bor fokusimni montajga qarataman. Bu joyda telefonda nima chalg'ituvchi narsa bo'lishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Bu jonivorni chalg'itadigan narsalari, ya'ni buni ichida chalg'ituvchi narsalari yetarlicha. Masalan, siz o'yindasiz, lekin orqa fonda qandaydir dasturlar ishlab turibdi. Qandaydir dasturlar sizni telefoningizni protsessorini ishlatib turibdi. Masalan, Telegram, Instagramdan keladigan messenjerlar. Ya'ni animatsiya bilan ekranga chiqadi. Men bu odamdan mana bunaqa xabar keldi deb. Va shu kelgan SMS protsessor qanchadir kichkina kuchini oladi va bunaqa dasturlar ko'p. Masalan, Yandex.Go ilovasi, Yandex.Go biz taksidan foydalanamiz. U ham pastianli orqa fonda ishlaydi. Nima uchun? Chunki bizni qayerda ekanligimizni pastianli o'zining serveriga jo'natib turish kerak. Hatto CapCut dasturi ham orqa fonda ishlaydi. Nima uchun? Bu montaj qiladigan dastur orqa fonda ishlashi mumkin deyishingiz mumkin. U ham doim yangilanib turadi, qanaqadir pluginlar o'rnaydi va bu yangiliklardan xabardor qilish uchun sizni telefoningizni protsessorini ozgina bo'lsa ham kuchini yeydi. Bundan tashqari, masalan, Androiddagi widjetlarni oladigan bo'lsak, temalarni oladigan bo'lsak, masalan, Redmi telefonimizga iPhone'ni ikonkalarni, animatsiyalarni qo'yib qo'yamiz. Redmi'miz bunday qarasak, ekrani bunday boshqaradigan bo'lsak, iPhone bo'lib qoladi. U iPhonening animatsiyalari, masalan, bunday qilib tepaga bitta surib olsak, qanaqadir animatsiyalar bor-ku, u animatsiyalari yaxshigina protsessordan kuch talab qiladi va telefonimizning xotirasi 90% dan oshgan bo'lsa, bu ham sekinlashishga sabab bo'ladi. Cache fayllar ko'payib ketgan, Telegramda ayniqsa cache fayl juda ko'p yig'adi. Telegram, YouTube, Instagram ularni tozalab turmasak, hayron qolasiz. Masalan, bu telefonimning xotirasi 128 yoki 256 qanday to'lib qoldi deysiz-da? Hammasi cache fayllari bilan to'lib qoladi. 90% dan oshsa, uje yangi cache fayllarni telefon yaratishga qiynaladi va telefonimiz qotishiga sabab bo'ladi. Telefonimiz xotirasi 90% bilan to'lgan, cache fayllar ko'p, chalg'ituvchi ilovalar, protsessorda mayda kuchni yeydigan ilovalar ko'p. Uni ustiga telefonimiz qizib ketadigan bo'lsa, qanaqasiga bizda o'yin davomida yaxshi FPS ushlab beradi telefonimiz. Shu joyda yana bitta savol tug'iladi. Nima uchun telefon
qizib ketsa FPS tushib ketadi. O'zi FPS tushib ketishi yaxshi narsa, chunki masalan telefonimizda shuncha chalg'itadigan narsalar bor, qizib ketdi kamiga telefonimizda FPS tushdi. Nima bo'ladi bu jarayonda? Masalan, hozir men telefonimni oldim, o'yinga kirdim, bir yarim soatcha maza qilib o'ynayman. Protsessor 100% kuchi bilan ishlaydi. Ya'ni hamma samaradorlikni ko'rsatib beradi bizga, FPS yaxshi ushlab. Yarim soatdan keyin telefon qiziydi. Biz birinchi o'yinga kirganimizda 100% protsessor kuchini ishlab, bizga yaxshi FPS ta'minlab bergan bo'lsa, endi qizib ketgan paytda 100% emas, 60% kuch bilan ishlaydi protsessor. Chunki qizib ketgan paytda ham telefon o'zini o'zi optimizatsiya qilmasdan 100% protsessor kuchini ishlatib turaversa, telefonimiz qizib portlab ketishi ham mumkin. Va mana endi optimizatsiya nima ekanligini sal bo'lsa ham tushundik. Optimizatsiya bu faqatgina telefonimizning nastroykasini ochib olib, ichidagi nastroykalarni nimadirni yoqib o'chirishdan tashqari, telefonimiz haroratini normalni ushlash. Buning uchun postoyanlik kuller qo'yib o'ynashimiz. Va shu joyda yana bitta savolga javob berib o'tib ketaman. Biz telefonimiz qizib ketmasligi uchun kullerdan foydalandik. Bu asosiy optimizatsiyalardan biri. Va chalg'ituvchi ilovalarni o'chirib, telefonimizni ham maksimalni chalg'ituvchi narsadan ozod qildik. Va kimdirlar sotayotgan qanaqadir fayllar, mana bu optimizatsiya faylini o'rnatsang, o'qlaring zo'r tegadi, o'qlaring rigid bo'ladi degan savolga javob bersam, u fayllar hech qanaqa optimizatsiya emas. Ular tuppa-tuzuk cheat. Ishonmasangiz, birorta shunaqa fayl o'rnating. O'qlarni rigid qiladigan, nimadirlar qilib beradigan faylni o'rnating va TDM turniriga kiring. Keyin telefoningizni tekshirsin. Telefoningiz to'g'ri o'ynadingizmi yoki qanaqadir yo'llar bilan nimadirlar o'rnatib o'ynadingizmi? Обязательно bu joyda turnirdan chetlatilasiz. Nima uchun? Chunki sen cheatda o'ynagansan, konflikda o'ynagansan deb turnirdan chiqarib yuboradi. Agar siz kelajakda kibersportsmen bo'lmoqchi bo'lsangiz, bunaqa cheatlardan, bunaqa fayllarni hech qachon telefoningizga o'rnatmang. Birinchidan, realni yaxshi opit yig'a olmaysiz. Prosta o'zingiz aldagangiz qoladi xolos. Ikkinchidan, unaqa fayllar bilan turnirga kiradigan bo'lsangiz, обязательно chetlatilasiz. Mana endi optimizatsiya nima ekanligini to'liq tushunib oldik. Optimizatsiya bu qanaqadir fayllarni o'rnatish emas. Optimizatsiya bu telefonimizga o'yin davomida maksimalni komfort yaratib berish. Ya'ni qizishini oldini olish, qanaqadir chalg'itadigan, kuchini mayda kuchini oladigan ko'pgina dasturlarni o'chirib qo'yishimiz mana shu optimizatsiya. Va endi O'zbekistonning content maker va TDMerlar bo'lgan Tiyo Temur va Lapar Davron akalardan o'zlarining fikrini so'raymiz. Optimizatsiya degani endi tipa telefonni miyasidagi ortiqcha vazifalarni olib tashlab, faqat o'yinni o'zini qoldirishda bo'ldi. O'sha qo'shimcha programma o'rnatilsa, u o'sha cheatga qarab ketib qoladi. Turnirli o'ynasa bo'ladi, по правилам, короче. И optimizatsiya hech qanaqa cheat ishlamay kirmaydi. Optimizatsiyani hamma qilgan pashti. Faqat bitta narsasi bu, u optimizatsiyani qanaqadir o'qlarni rigid qilib, или fayl bu cheat bit unaqa narsa emas bu. Optimizatsiya faqat telefon nastroykasidan qilinadigan narsa, eshitishdi bo'ldi. Bunday ma'lumotlarni hech kim, hatto pulga ham ommaga bermaydi. Shuning uchun обязательно videomizga like bosib, kommentariyada motivatsion kommentlarni albatta kutaman. Hozir telefonimning ekranini mana bu joyga chiqarib qo'yib, optimizatsiya qanaqa qilishini ko'rsatib berishim mumkin. Lekin men Androidga alohida, iPhone'ga alohida qilib video chiqarishni ma'qul ko'rdim. Chunki hammasi bitta videoda bo'lsa, sal tushunmovchilik, chalkashchilik video juda uzun bo'lib ketishi mumkin. Hozir 1-oktyabr videoni ko'rib turibsiz va ertaga Androidlarga, indinga 3-oktyabr kuni iPhone'larga optimizatsiya videoni chiqaraman. Shunda tartibli va ketma-ket bo'ladi. Agar siz bu videoni 2 yoki 3-oktyabrdan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha kanalimizga chiqib bo'lgan, kanalimizga obuna bo'lib, ichiga kirib bemalol videoni ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga bundoq e'tibor bersangiz, imminni game sohasida sizga kerakli ma'lumotlar, videolar ko'pgina uni bemalol ko'rishingiz mumkin. Connect Mobile loyihasi haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsam, game device, aksessuarlar haqida to'liq va tushunarli ma'lumot beradigan loyiha. Agar sizga qanaqadir device yoki aksessuar kerak bo'lsa, mana bizning Telegram kanalimizni qarasangiz, masalan, iPad bo'lishi mumkin, telefon bo'lishi mumkin, mana bunaqa kullerlar bo'lishi mumkin. Shunday devicelar sizga kerak bo'lsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Adminimizga yozib, qanaqadir telefon haqida savolingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, Poco X7 Pro olmoqchiman yoki Infinix Z30 Pro olmoqchiman. Bu PUBG necha FPS ko'taradi o'zi? Va bunaqa budjetga qanaqa telefon olsam bo'ladi? Bu telefon necha FPS ko'tarib bera oladi degan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol adminimizga yozib so'rashingiz mumkin bo'ladi.
Demak, bugungi ma'lumotlar menimcha tushunarli va yaxshi, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Barchangizga xayr, doim FPSingiz yuqori bo'lsin.